Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İslam ve Biz programımızın 78. sani görüşünlerine kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Kadirli görmelerimiz hem Allah'a malum boğandak her hafta şu saatlerde huzurlarda buluvatımız programımız başlığından tatip. Ta bugün günkü her temamızda, her sanımızda bir temini asas kılgan şekilde her bir Müslüman çukum naiti enik, roşan deliller üstüge düşünüş gerek boğan meselelerini söhbət qılıb kilovatımız Rabbim inşallah söylengen bu bütün derslerden hemimizin tegişlik nesibimizni elip şu şekilde yaşaşqa müyəssər qılışını tövəncikdən sorayımız. Programımızın daimlik mihmini həmin tunuş boğan hürmetlik Ustaz Şərq Türkistan Ölüm Ala Birliği azası şundaqla Dünya Müslüman Alimler Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşiğari'ni təklif qıldı. Qümmetli vaxtını çıxırıb qadəm təşrif qılğanlıq üçün köptün rahmet etimiz aldı. Rahmet. Allah razı olsun. Kadirli görmelerimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık ekran naq meydandan takipli otudu. Ekran alda çıkıp duruvatkan numurumuz şundaqla ictimai fikir vasıtlarıdaki alaka vasıtlarımız arkalık programma alakalar fikir teklif berişanlarını şundaqla köplegen kayırnaşırımızın paydalanışı üçün hem bahirlap koşuna hem unutmayıslar. Bugünkü temimiz biz tünügün elanımızda belgendek kalıpның türleri ve haletleri degan temada to'xtalmoqchimiz. Albatta intayin muhim bir tema. Rabbimiz Allah subhanahu ve taala Qur'onida mı degandek bu qalb poklangan inson, qalbini poklayolgan inson qad aflaha man zakkaha deganidek Rabbimiz buni pokiz tutolgan inson haqiqatan dunyo va oxiratda nijotlikka erishgan, baxtlik bo'lgan, muvaffaqiyat qozongan insanların baxtlik müminlerin qatarıga kiralaydigan hamda. Shuning uchun biz bu haqda bilganki temamiz shu bo'ldi. Bu to'xtalishimizning sababi ustozninki yaqinda shu ekranda ko'rib turibsizlar. Doktor Muaz Said Havvaninki islom dunyosida tanilgan tanliq olim. Shu yozgan kitobi Rasulullohning yo'li bo'yicha poklanish, ya'ni qalbni poklash degan kitobi yaqında Abdurrahman Cemal Usta tarafından tercüme kılınıp neşr kılındı. Bu kitabın elbette biz bu bir bölümde bir kitabın bir mukaddime sübütüde bilgen ki temimiz sözlep ötümüz kağını kan körülmelerimizin ki her kaysi kitapxanadan bu kitabını elep bunun için nurgulgan güzel mezmunlar var. Bizge nurgun cihetten yardım kılalıydı hayatımızda. Kalbimizde kandak tanışıp güzel şekilde azmay Rabbimizin rızalığına erişinin yollarını bizge ait asan düşünüşlük şekilde düşündürüp berdi. Bunu tavsiye kılımız inşallah bu kitabını setiyelip tavsiye okuşanlarını. Şu an bugün kitabımız bu buludu. Şu an aldı bilen ben programımızı bir vasıta kirip geçsek hem de hürmetli ustaz. Aldı bilen biz kalp diyen bu sözünün ki eniqlemesi, düşüncesi nime yapmış onu girsek. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına Peygamberimizge dua salamlar olsun. Kalp diyen söz ama insanlarla tanıştık boğandık. Kökrekten sol tarafındaki cömek şekilli kan taksim kıldıgan ya kan tahtından eza qırtıl. Bu kalbinki maddi tarafı ya ki hissi tarafı. Bunu hem madem iskıladık. Şunun bilen birlikte bu kalp diyen söz dilden ibaret manevi tarafını görsün. Manevi tarafı boyunca itibarga qavatıda, maddi tarafı boyunca itibarga qavatıda kan taksim qilish, kan taqish rolini ve onundan başka nurg'unlagan tibabette bayan qilgan rolini o'tagan bo'lsa, manevi tarafdan bu qalbninki his qilish, anqirish, tushunish, iroda qilish, qaro qilish, tasdiqlash, orzu qilish yoki nafsiy xohish birlashishdan iborat boshqa rollarni yoki boshqa ifodalarni ko'rsatadi. Şuna kalp yukarı karakterge asasen yaxşılık bilen yamanlık arasında ayrılıp dur. Ya yaxşı oldu, ya yaman oldu, ya ki ikisinin arasında ayrıldı, ya ki özgürüp dur. Bu kalp karar eliş merkezi, ya ki tasdiklaş merkezi, ya ki irade merkezi boğanlık için insan kartılgan hitap, bu ilahi taraftan, ya ki buyruk, ya körsetme, ya talep gelgen olsa bu kalpke kartılgan bol. Bu insaniyet dünyasında insan ya yaxşı tava oldu ya yaman iş tava oldu. Bu yaxşılık yamanlıkni kalbiga nisbat berishkin bo'ladi yoki nafsiga nisbat berishkin bo'ladi.
ikkisi bir-birisi bilan ma'nodosh so'zlar. Ba'ziyat farqlansin, ba'ziyat o'rtaq ishlatiladi. Masalan, buning ko'ngli yaxshi, buning ko'ngli buzuq deymiz. Yoki qalbi yaxshi, yoki qalbi buzuq deymiz. İkisini bir ma'noda, bir-birisining o'rnida ishlatishga bo'ladi. Buning dalili Qur'oni Karimda va in tuddu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Agar ko'nglingizni, ya'ni qalbingdagi narsani oshkor qilib, yushron qilib, buni baribir Alloh biladi. Bu yerda kelgan nafs degan so'z dal qalb ma'nosida, yoki dil ma'nosida ishlatilgan. Xo'sh. Shundaqla bu qalb degan so'z yana aql ma'nosida ko'rsatadi. Endi aql insonning yuragidan o'rin olamdi yoki aqldan o'rin olamdi, bu ayrim bir tema. Bunga keyin to'xtalamiz. Hozir qadar bu tadqiqotlar yanadan davomlashmoqda. Garchi mingida deb qaralgan bo'lsa-mu, yana Germaniyada chiqqan va boshqa chiqqan ba'zi tadqiqotlarda yana o'sha yurak kitobi deydigan bu xil tibbiy sohadagi tadqiqotlar yo'q emas. Ammo Qur'oni Karimdagi nechilagan oyatlar qaraydigan bo'lsak, bu yerda qalbninki anqirish, tushunish, iroda qilish, qaror qilish yoki tasdiqlash xarakteriga ega ekanligini ko'rsatgan nurg'un dalillar kelgan. Masalan, buning qatoridan inna fi zalika zikra liman kana lahu qalb. Qalbi va odamga bundan nurg'unlagan ibratlar, vaznasihatlar, savoqlar, yakunlar bor. Ya'ni qalbini ishlatgan, qalbini harakatga solgan, qalbidan foydalangan, o'ylangan odamlar nurg'unlagan ibratlar bor. Buningdan, ya'ni qalbning o'ylana oladiganligi, tafakkur qila oladiganligi, tushuna oladiganligini bilib olgan bo'ldi. Undan esa payg'ambarimizning so'zidan bir misol olsak, payg'ambarimiz insonlarga qalbni ishlatishning muhimligini, qalbning insonga nisbatan yetakchi, lider, rahbar ekanligini alohida ta'kidlab shunday dedi. Sizlar diqqat qilmagan bilan insonning badanida bir parcha go'sht bor. Ya'ni yurak maqsad qilib. Xo'sh. Bu insonga nisbatan yetakchi rahbarning o'rni, buni alohida diqqat qilinglar. Mushni sizlar joyida ishlata olsanglar, to'g'ri qo'llana olsanglar, hayotinglar bu dunyoda, oxiratda yaxshilik qarabmaydi. Sizlarning tilinglardan, qo'linglardan va boshqa a'zo chiqqan ishlar hammasi yaxshi taraf qarabmaydi. Agar sizlar bu yurakni joyida yoki dilni joyida ishlatolmasanglar, buni to'g'ri yo'lni salomay qilib qolsanglar, tilingizdan chiqqan so'zmi nachar, qo'l harakatingizdan chiqqan so'zmi nachar va boshqa faoliyatingizdan nachar qarabmaydi. Shunga bu alohida diqqat qiladigan masaladir. Yani insanın hayatını ya ıslah tarafga yoki buzuqchilik tarafga yoki hidoyat tarafga yoki xato tarafga boshlaydigan narsani Payg'ambar alayhisalom qalb deb aniq ifodalab bergan. Agar bu qalbni faqatla biz qon taqsim qiladigan, qon taqib turadigan roli bilan tugaydi desak, bu tar doiraga kirib qolgan bo'lamiz. Chunki bu moddiy tarafini ko'zga olgan vaqtida yani qalbi va odamlarning, yani qon taqsim qilib, qon taqib vazifasini o'tagan bu yurak kitobi odamlarning hammasi yaxshi bo'lishi mumkin degan bu hukm chiqib qoldi. Dunyoda har qanday insonning hammasiningki bu qon taqsim qilgan hayotlar bo'lsa, yuragi bormi, yuragi bor. Qalbi bormi desa, dili bormi, dili bor. Lekin hidoyat bormi, hamma insonlarda yo'q. To'g'ri yo'lda bormi, yo'q. Agar qalbining sog'lomligi bilan, ya'ni tibbiy jihatdan yoki hissiy moddiy jihat qalbining salomatligi bilan hamishga yaraydigan bo'lsa, hadis shuni maqsad qilgan bo'lsa, insonlarning hammasi hidoyatda, to'g'ri yo'lda mang'am bo'ladi. Lekin masala uningda emas. Xo'sh. Nurg'un insonlar bor, yuragi sog'lom, ammo moddiy jihatdan sog'lom, yuragi sog'lom, lekin ma'naviy jihatdan nijis, razil, chiplas, qonxo'r bugunga o'xshash. Masalan, Xitoylar misol qilaylik. Hamimizda qon taqsim qilgan, qon taqdan yurak bormismi? Dil bormismi? Lekin dunyodagi eng razil iflos yurak bor. Shunga hadis maqsad qilgani insonlik bir parcha go'sht bor. Bu tuzalsa inson tuziladi, bu buzilsa butun inson buziladi, butun harakat etadi. Buningdan maqsad ma'naviy taraf maqsad. Moddiy tarafi yoki hissiy tarafi o maqsad emas. Bu qalb degan so'zdan qisqacha aniqlamasi yoki ifodasi. Xo'sh, unda bo'lsa qalbning mohiyati va uningki sifatlari haqida. Bu haqiqatan to'xtalishga ishlik deyman. Biz tibobat sohasidan yoki hissiy sohadan kirmaymiz buniki mohiyati haqiqiy to'g'risi. Chunki u to'g'risida ayrim nurg'unlagan tadqiqotlar bor. Uni o'z kasbilik odamlar to'xtalmasa bo'lmaydi. Biz buning ma'naviy tarafi, ya'ni islomning iroda qilgan tarafidan to'xtalamiz. Qalb iymonning o'rni. Yani bir insan iman etmoqchi bo'lib qolsa, iman nimaga bog'liqsa, uni qalbiga bog'liq. Yani imanni qalbidan tasdiqlagan vaqtida. Xo'sh. Bu iman e'tibor qilishdi. Agar qalbidan tasdiqlana tilidan deb qo'ysa, yoki bir kitob yozib qo'ysa, yoki bir maqola yozib qo'ysa, bijat deb qo'ysa, u e'tiborga ilmi. Shuning uchun olimlarimiz iman qalbi bilan tasdiqlashdir.
Fakat bilip qo'yish demadi. Professor bo'lib ketish demadi. Xo'sh. Yoki injener bo'lib ketish demadi. Ya'ni bir narsa yasag'an bo'lib ketish demadi. Ya'ni qalbi bilan tasdiqlasadir. Bu qalb hidoyatning o'rni. Ya'ni hidoyat deb shunday bo'lsa, inson aqli bilan tushunishi mumkin, miyasi bilan tafakkur qilishi mumkin, lekin hidoyatni belgilagan narsa, qaror oladigan narsa qalb qalb. Qalb ya'ni bu haqiqat qarta, sevgi muhabbat qarta tuyg'uning o'rni. Ya'ni haqiqatni qo'llash qo'llamaslik, sevgi muhabbat bo'lish bo'lmaslik buni kim qaror qildi? Qalb qaror qildi. Masalan, ba'zi insonlar Allohga, payg'ambarga Qur'on sevgisi va insonlar buni qo'llaydi. Ba'zi insonlar va shak qilib qolgan. Masalan, bugun kunlikda agar Robbimiz haq bo'lgan bo'lsa, islom dini haq bo'lgan bo'lsa, nima uchun biz bu xafalıqdan qutula olmaymiz deydigan. Bu xil insonlar bormi? Bu nimaning ifodasi? Allohga, payg'ambarga va islom bo'lgan sevgi muhabbatdan shak tikanligi, samimiy bo'lmaganlikning bir ifodasi. Demek qalbidan iman mustahkam o'rnagan bo'lsa, mayli biz qiyinchilik sharoiti bo'layli, osonchilik sharoiti bo'layli, mustaqil holimiz bo'layli yoki bugungi mahkum holimiz bo'layli, bu iymonda qilcha tavranmaymiz, Alloh bo'lgan ishonchimizda mustahkam taqdirib turamiz. Bu iymonning taqozosi. Demak, ashundaq savolning o'ttir tashlanganligi, kallamiz kap qolganligi, Alloh saqlasin, agar ta'kidlab baqish, bilib baqish nuqtasidan yoki tushunish nuqtasidan bo'lsa, masala yo'q. Lekin shak nuqtasidan kirib bo'lib qolgan bo'lsa, u vaqtda iymonda chataqchi chiqadi degan gap. Yana qalb ozg'unlik, egarlik, to'g'ri yo'ldan burilib ketishdan keyin o'rin. Qalb shundaqla, ya'ni fikr yurgizish, tushunishning o'rni. Masalan, buning dalili yuqoridan boshqa afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna bi. Bular dunyoni aylangan bo'lsa, boshqalar bilan berish qilish qilgan bo'lsa, dunyo haqida biz izlangan bo'lsa, boshqa millatlarning ahvoli qaragan bo'lsa, nurg'un narsadan tushungan qalbga ega bo'ladi dedi. Xo'sh. Tushunadigan qalb deb bu yerda oyat karima aniq o'ttirga qo'ydi, yoki aniq bayon qildi. Qalb ya'ni savoq oladigan, ibrat oladigan o'rin. Qalb yana Allohning nazar tushadigan o'rin. Yani Allah Teala insanınki unvana qaramaydi. Uning mansibiga qaramaydi. Uningki doktor, professor yoki rais, lider yana bir nimasiga qaramaydi. Yoki uning milliarder boyligiga qaramaydi. Yoki uningki dehqon yoki bir odatga ishchikanligiga qaramaydi. Balki Allohning insonga alohida e'tibor qilib qaraydigini, o'lchamga solib qaraydigini nimasi, mush qalb yoki dildan iborat. Shu hadis sharif payg'ambar alayhisalom, "Innalloha la yanzur ila suwarikum va ila amwal." Sizlarning shaklinglarga, unvoninglarga, ya'ni bir holtinglarga qaramaydi. Qaraydigini amalinglarga. Ya'ni bu amal yoki ish harakat nimaga bog'liq insonningki, qalbiningki, pakligi yoki pak emasligiga bog'liq. Qalb ya'ni o'y xiyollarning o'rni. Tabiiyatda balkim ba'zilar so'rashi mumkin. Bu o'y xiyol nimada tursa? Ya'ni qalbningmi tafakkur qilish, tushunish, his qilish iqtidor bo'lgankan, bu yerda o'y xiyolmi, qalb bormi? Bu vaqt payg'ambar alayhisolamning dalili bor. Fitnalar qalbga bo'rininki yog'ochlardagi tallardek tanilib turdi dedi. Ya'ni o'y xiyollar xuddi mengada tasavvur qilingandek, ya'ni qalbni haqiqat tarafdan botil tarafga xato yo'lni ishlab yuzlandirish uchun bu o'y xiyollar kelib turdi dedi. Ularning boshqa dalillar bor. Qarag'an qarindoshlar kitob tafsirat qarshi bo'ldi. Ya'ni qalb nafsiy xohish va shahvatning o'rni. Ya'ni insonni xato yo'lga boshlaydigan narsa, qiziqtirgan narsa emas, ko'ngil deymiz. Mana bu qalbning o'rni. Qalb ya'ni irodaning o'rni, ya'ni qaror chiqarish maqomi, qaror chiqarish o'rni. Shu oyatdami? Valakin ma ta'ammadat qulubum. İnsan sahvallik bilan yuz berib salgan, yoki diqqat qilmay qilib salgan ishlarda masala yo'q. Lekin chataq nerdan chiqadi? Hisob kitob nerdan tutimizsa, qalbing bilan irod qilib qolsang, niyatli qilib qolsang, u vaqtida bu ishninki so'rg'isini bilsan ya so'rg'i bo'ladi deydi. Qalb yana shaytonning vasvasalari. Ya'ni shayton aytishgan bo'lsa, "Nari fi sudurin nas minal jinnati wan nas" oxirgi so'z. Ya'ni insonning qalbi bilan aytishib, vasvas qilib, xato yo'llarga boshlasa, qalb bilan aytishadi. Qalb demak shaytonning vasvasalaridan bor. Qalb ixlos, samimiylik. Bir inson ixlos bilan bo'lay, samim bo'lay, yana nimaga bog'lasa, uning qalbininki maqomiga, holatiga bog'liq. Qalb Allah tavba qilishning o'rni. Ya'ni bir inson tavba qilaysa, bu nimaga bog'lasa, tili bilan deb qo'yish bilan bitmaydi. Yoki og'zidan deb qo'yish bilan bitmaydi. Yoki bir tushunib qo'yish bilan bitmaydi. Balki qalbi bilan samimiy bo'lishga bog'liq. Qalb ya'ni hissiyot, his tuyg'u va axloqning o'rni. Bir insonning axloqining go'zal bo'lish, go'zal bo'lmasligi, ya'ni uning qalbininki pokligiga yoki pok emasligiga bog'liq. Qalb sevgi muhabbatninki va inoqlikning o'rni. Masalan, ba'zi masalalarni misolga olsak,
jiq insonlar tushunishi mumkin. Masalan, o'zimizdan misol qilaylik, Sharq Turkiston ko'rishini yoki jihadini. Hammamizda g'oyasi o'xshashmas o'xshash. Ya'ni musulmonlik sog'lom bo'lgan yoki vatanparvarligi yoki millatparvarlik sog'lom bo'lgan har bir Sharq Turkistonlikniki g'oyasi o'xshash. Satqullar, kazzablar, saxtipazlar, qo'ymichilar uning sirtida. Hammamizning nishoni vatanimiz ozod bo'lsa, xalqimiz hurlikka erishsa, biz bir insondek yashsak deb nishon ol. Lekin nima uchun bu yerda o'rtaqlik bo'lmaydi? Nima uchun biz o'rtaga kelolmaymiz? Nima uchun bu yerda dushmanimizni qo'yib o'zaro sampan deyishib ketamiz? Nima uchun kuchimizni biz o'zimizningki orasida iqtisodiy jihatdan bo'lsin, yana bir narsa bo'lib qolsin, bu yer zoya qilib o'tadi. Butun kuchimizni qandaylik bir Uyg'ur yoki Sharq Turkistonlik bo'lsa, Xitoy qaratgan bo'lsa, cho'qim bu ish oldiga surilgan bu. Sabab nima desa, sevgi, muhabbat birdigan narsa, g'oyani tushunib qo'yishlar bo'lmadi. Hammamizda g'oyasi shu deymiz. Vatanni ozod qilishga, millatni o'rlik erishtirish deymiz. Tushunish bilan bo'lmaydi. Lekin qalbimizni shu ish yerlashdi. Mao mening qarindishim, mao mening millatim, mao mening vatanim, mao mening kimligim, mao mening aqidam, mao qimmat qarshi qo'g'dishim lozim deydigan bu narsa qalbimizdan o'rnagan bo'lsa, talash-tartish yuz bermagan bo'ladi. Shuni qo'yish bilan ham ish bitmaydi. Yezib qo'yish bilan ham vaqirab to'lab qo'yish bilan ish bitmaydi. Men o'zaro dushman qilinayotgan, ya'ni Xitoy qilinayotgan dushmanlikdan bakrak ba'zilarninki o'zining qarindishiga hujum qilishi, o'zining qarindishini mulliq atqizishga harakat qilishi bir yo'llar bilan, bir usullar bilan buni meni ko'rsa, mana qalbida sevgi muhabbatninki yo'q ekanligini nishon qarta. Agar osh nishon qarta qalbida sevgi muhabbat bo'lgan bo'lsa, nima bo'lsin bu o'zining nishon. Buni yetishmaydi. Men bu o'zimninki kuchim yetkazish qilay, u o'zining kuchi yetkazish qilsin. U qiyomat kuni so'riqini o'ziga qarta berdi. Men qiyomat kuni so'riqimni musulmon bo'lish bir Uyg'ur bo'lish, vatanparvar bo'lish bilan men o'zim berman deb biz sizga aytishmagan, kendimni gap topmagan bo'ladi. Demak, bu yer sevgi muhabbat qalbda o'rnamaganlik uchun inoqlik, ittifoqlik, hamkorlik bu mavjud. Yani qalb bu muloyimlik va yumshoqlikni o'rni. Yani bir inson muloyim bo'lgan bo'lsa, siyliq bo'lgan bo'lsa, bu uningki qalbiga bog'liq. Uningki bilimining yuqorligi yoki unvoni yoki liderligi, rahbarligi yoki u tashkilot, bu tashkilot ekanligi munosabati yo'q. Qalbiningki pok ekanligi yoki qalbiningki qatman ekanligi bog'liq. Yani samimiy musulmon bo'lsa, musulmon bo'lib qolsa, aqidani bizdan birdan-bir yumshoq bir-biriga sevgi muhabbatlik, mehribon qilgan narsa aqid. Musulmon ziyonkashlik qilmaydi. Biz boshqani qo'yib turaylik. Biz arabni o'qib, arab tutsin. U musulmon. Biz o'zimizdan ishini qilib turaylik. O'zimiz qarta sevgi muhabbatimizni, o'zimizdan vazifani ado qildikmi? Bir-birimiz qanchalik bir tuyg'u bo'ladi. Ma'nodan kerak. Bo'lmasa yo'q. Qalb yani qayg'urish o'rin. Insonda qayg'u, g'am qayg'u, musibat qayg'u na'dan bo'lindi bo'lsa, qalbdan bo'ladi. Qalb yani qo'rqish, ansirashdan maqom. O'rin. İnsanda ansirash, qo'rqish bo'lgan bo'lsa, bu yana qalb paydo bo'ladi. Qalb yana bir narsa yomon ko'rish yoki birisini yomon ko'rish yoki bir narsa seskinish bo'lib qolsa, bu nimadan kelib chiqadi bo'lsa, bu qalbdan kelib chiqadi. Aql balkim to'g'ri deyishi mumkin, ya'ni tushuncha balkim to'g'ri deyishi mumkin, lekin qaro qilib o'tadigan narsa buni bilan masalan yaqin o'tmayman yoki munosabatim yaxshidan deganga o'xshash masalan. Bu nimaga bog'liq? Qalb bog'liq. Shunga islom dini aqidani qalbga bog'lagan bo'lg'achqa, tushunjangal hisob emas degan bo'lg'achqa, nima desa, Allah ve Allah'ın Resulü her kandak neseden sana üstün orun turish lazım. Yani biz buna tevalla, teberrak etsin. Yani Allah'ın dostları bilen dost oluş, Allah'ın düşmanları bilen düşman buluş degan bu akidini bir yerde koydu. Qalb yani mehribon ve şefqatli bo'lishni. Birisi mehribon bo'lganmiz, uningki qalbininki holatiga bog'liq. Qalb bag'irtash bo'lish, yoki qo'pol bo'lish, yoki eski bo'lish, yoki iflos bo'lishning o'rni. Qalb yani saxilik yoki bixillik. Bir saxi bo'lganmiz, bixil bo'lgan bo'lsa, u nimaga bog'liq yana qalbninki holatiga bog'liq. Demak, qalbning ahvoli bir xil holat turmaydi. Ya'ni munosabət aytqancha bir xil bo'lmaydi. İnsanların qalbi her türlü olur. Özgürüp duramız, özgür. Çünkü qalb faqat bir xil emas, 10 neçilgan qalblar var. Bugün belki biz bununki 3-4 haqqı to'xtalishimiz mumkin. Qalbning turlari haqida. Xo'sh. Gerçi men tibobat sohasida 2 kilo ya 1 kilo ya 600 gramdan unutib qoldim. Shuni to'xtalgan bo'lsa, bu ruhiy tarafdan, ma'naviy tarafdan 10 neçil turli qalb. Buni tadqiq qilish lozim. Buni anatomik tekshirib o'zimiz qasdan tushunamiz. Menda qanday illat var? Bu yurak kasalini moddiy jihatdan davolashga qancha oldirgan bo'lsak o'zimizda bosh kasal bo'lib qolsa ancha aytilmaydi inson. Masalan, tabiatga chiqib qoldi, yoki bir barmoqqa bijim bo'ldi, yoki qizitib qolgan bo'lsin.
Ama yurakka silib deb qolsa, har qanday qo'yib turib, butun g'ami shuningda bo'ldi. Unda o'g'an vaqtida biz ma'naviy tarafdan bu yuragimizda bor kasal, qanchilgan kasallik bor ekan bizda. Bizda qaysi tepiladi ekan? Buning qanchalik ahamiyat buni qarash lozim. Buning ahamiyat berish lozim. U vaqtida bizningki samimiyligimiz yoki samimiy emasligimiz yoki islomga qanchalik sevgi, muhabbat qaraydiganligimiz yoki o'zimizni aldayotganligimizni u yerdan bilalaymiz. Demak, qalbning bir xil holat bo'lmaydiganligini isbotlab payg'ambar alayhisalom ya muqallibal qulub, qalblarni o'zgartuvchi zot. Ey Parvardigorim, mening qalbimni haq yo'lda mustahkam qiladi. Davomli haq yo'ldan voz kechmaydigan duosi bu edi. Demak, buningda nima bo'lsa, qalbning o'zgarib turganlik. Bu o'zgarish Alloh o'zgartirib o'tamiz yo'q. Buni o'zgartirgan insonning o'zi qo'yib bil. To'g'ri yo'lda mansang mana, xato yo'lda mansang mana. Fasik bo'lsang mana, muttaqi, samim bo'lsang mana, bu insonning o'ziga berildi. Demak, o'zgarib turamiz, o'zgarib. Lekin Allohning irodasi. Lekin Alloh taolo insonni birsini zolim bo'l, birsini kofir bo'l, birsini yana bizim buddist bo'l, bizim satqin bo'l deb hech kimni zo'rlamaydi. Bu insondagi qarorimiz, ya'ni qalbning qarori bog'liq. Xo'sh. Chunki qalb bir holatdan bir holatga, bir tuyg'udan yana bir tuyg'uga, bir fikrdan yana bir fikrga, bir sifatda yana bir o'zgardi. Buni qanday yuzlantirish, buni qanday to'g'ri yo'l selish, bu shu insonningki qalbini qanchalik tozlashiga, qanchalik poklashiga, qanchalik o'zi ishongan aqidaga samim bo'lishiga bog'liq. Yuqorqi bir qanchilgan tonishtirishlardan nimani tushunsa, bu qalbningki iymoniy aqlning o'rni ekanligini tushunamiz. Ya'ni iymoniy aql. Ya'ni iymonning o'rni, iymonni ko'rsatadigan, iymonni ifodalaydigan narsa qalbdir. Qalbningki buning sadoqati, qalbning samimiyligi, tasdiqiga bog'liq. Bu qalb samim bo'lgan vaqtida haq bilan botilni ayiradi. Bu qalb ya iymonning o'rni bo'ladi, yoki kufrlikning, kofirlikning o'rni bo'ladi, yoki munofiqlikning, yoki sotqinlikning o'rni bo'ladi. Bu qalb ya'ni hissiyat, his tuyg'uning o'rni. Birsi qarta hissiyat qanday, his tuyg'usi qanday, ko'z qarash qanday, buni ifodalaydigan narsa, uningki maqomi, ya'ni bizimsa emas, bu qalb bo'ladi. Bu qalb haqiqat tarafga qarash yoki yomonlik tarafga qarashdan o'rni. Ya'ni bu qalb qaror chiqarish va irodalik bo'lish. Ya'ni u tarafni xohlash yoki bu tarafni xohlashdanki o'rni ifodalanadi. Bu qalbningki moyil sifatlar to'g'risida qisqacha. Buni har birisi to'g'risida kitobning o'zida yozilgandek, payg'ambar alayhisolamning metodi bo'yicha qalbni qanday farqlaymiz degan har birisi to'g'risida oyat hadislar bor. Men buniki oyat hadislarga to'xtalmay faqat mazmunini qisqacha bayon qilib qolgani, tafsilot bilmoqchi bo'lgan qarindoshlar kitobga murojaat qilsa bo'ldi. Ko'p rahmatlar aytdi. Tafsir güzel aytibsiz. Haqiqatan hamda yani shundoq bir kunga qarab ketyapmiz. Mayli hattoki oxirat hayotimizning muvaffaqiyatlik Rabbimizning oldida yuzimiz yo'ruq bardiganlarninki ana Rabbimiz yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim. O shundoq bir kunki na bola chaqimiz dunyodagi, na mol dunyorimiz hech qanday asqatmaydi. Faqat Allohga sog'lom qalb bilan Allohning huzuriga chiqqan kishilardan g'olibiyatga, muvaffaqiyatga erishidi deganlikdan iborat bu bizga bu ogohlantirish, diqqat qilish tegishli ekanligimizni Rabbimizning bildirishning o'zi qanchalik muhim ekanligi bizga tushuntirib bersa kerak. Yuqorida so'zlangan bu narsaning hammasi sog'lom qalb bilan bo'lish, pok qalbli bo'lish oxiratda shunday muhim bo'lgandan sitmish dunyo hayotimizda har qanday izzat hurmatga, yaxshi turmushga, hamma narsaga erishishimizga qalbimizning go'zal bo'lishi dunyoda bizni nurg'un go'zalliklarga erishtirgandir. Qog'ini deganimizdek ko'rmadirmiz kitobdan ko'rib ola. Endi shu asosliq yuqori so'zlab o'tganlarda sizlar 10 necha qilmish kitobda so'zlangandek olimlar buni ma'naviy jihatdan hamda tibbiy jihatdan emas, ma'naviy jihatdan qalbning turlarini ayirib tushuntirdi ekan. Biz bilan asosliq shu qalbning turlari haqida 4 xil haqida to'xtalsak, masalan shu oldi bilan shu uylik qalb deganda qandaq tushunamiz buni? Endi o'lik qalb desa, tibobat jihatdan yoki hissiy jihatdan esa qalb o'lsa inson butun dunyoning katta o'ldi degan hukm. Xo'sh. Ammo islom nazariyasi yoki islom tasavvuri bo'yicha o'lik qalb qandaysa, o'zini yaratgan yaratquchini bilmaslik.
Bu yaratquchning qandaq sifat, qandaq alayidliklarga yoki go'zal ism sifatlar deydi o'tag'imiz bo'yicha buni bilmaslik bog'liq. Yaratquchning ko'rsatmalariga bo'ysunmaslik. Lekin agar tirik bo'lgan bo'lsa, boshqa tutsa, agar bu insonda ya qaysi inson bo'lsin, haya bo'ladigan bo'lsa, boshqa ishni to'xtatib turaylik. Meni yaratgan zotga qandoqmi itoat qilmay tura oladi yani. Men yaratgan zotning ko'rsatini qandoqmi tuzkorlik qilay, nonkorlik qilay deydi. Agar haya bo'lgan bo'lsa, u boshqa bir hokim, boshqa bir rais yoki boshqa bir lider, u ayrı bir masala. Eng dastlabda meni yaratibdi, buni yo'q aytibdi, bir nishon g'oya uchun qandoq uni ko'rsatmasiga men bo'ysunmaydi deydi. Agar tirik bo'lgan bo'lsa. Bu o'ylab qilib yaratquchi nimani yaxshi ko'r, nimani uning parvoyi yo'q. Bu dunyo xuddi hayvonga o'xshashlar, nima uchun kelganligini bilmaydi. Men yaratquchim nimani yaxshi ko'rgan, shu ishni qilay, qaysi ishni yomon ko'rgan, u ishdan men uzoq turaydiganini o'ylanmaydi, o'ylab qilib. Balki nafsiy xohishi nimani tatgan bo'lsa, ko'nglim kelgan bo'lsa, shu bo'yicha ketaver. Balki insonlar xato yo'lga boshlagan, dunyo shundan ketib o'tibdi emasmi? Burunga o'xshamaydi hozirgi zamon. Qur'on sunnatni izlab nima kelibdi? Bugun 21-asr yashayotimiz. U davr, bu davr, Amerika bu yerda, G'arb bu yerda. Dunyo bo'yicha ma'lumotliq deydigan, bu bo'yicha ketib. Buni qanday deymiz? Garchi bu odamlarning unvoni, ya'ni bizimiz qanday bo'lishi qat nazar maqomlari bu yaratquchini tonimaslik, o'zining bu dunyoda bir g'oyaga ega ololmasligi, o'zining vazifasini tonimasligi, nimani ko'rsa qalbiningki ma'naviy jihatdan o'lik ekanligini ko'rsatadi. Masalan, o'lik qalbning sifatlari emas, qisqa qilib aytgancha qalbi ketib ketish. Yani bu dünya kaptimen Allah men şunçolar men havadan tatip, sudan tatip, başka narsadan nurgun nimetini beripti. Bir tövbe qilay. Bir Allah Taalaga bir boysunganligimni ifodalay. To'g'ri yo'lda menish tirishay deydigan holatga men qalbini ketib ketib, nima bo'lsam bo'lmamda qaragan chaqda qilib olaman deydigan tuyg'u kelib qolsa, bu qalbning o'lganligining ifodasi. Ya'ni qalbi bilan o'ylanmaslik. Ya'ni bir qalbi bilan o'ylanmaslik degani ba'zida deyish mumkin. Qalbis ba'zi ishlaydiganlar bor ba'zi. Matematik jihatda yoki u jihatda yoki bu jihatda deydi. Bu yaxshi. Chunki islom dinimiz o'ylan, tafakkur, aqlni ishlat deydi. Shuning bilan birlikda dinimiz am ala qulubin aqbal. Ma qalbingdagi ochqish nima? Qalbingdagi qulubni ichib deydi. Qalbing bilan o'ylan deydi. Sen aql bilan bilding, bu bilgan narsaning to'g'ri xatosini ayirib, qalbing bilan bu to'g'ri xatosiga o'lcham qo'yib turibman deydi. Qalbi datlashib ketish. Allah'ın ko'rsatmalarini ansiz ichsiz qilish. Masalan, bugun kunlikda ba'zi bir insonlar tepildiki, yaqin vaqtida bu zulmninki evjelishi qarta o'zimizning mas'uliyatsizligi Sharq Turkistonliklarni umuman ba'zi odamlar mustasno, masalan 5%, 2% odamlar mustasno. Xo'sh. O'zimizning mas'uliyatsizligi, mas'uliyatni o'zimiz ado qilmay boshqa millatga, boshqa davlatlarga otib qo'yish natijasida unumsizlanib nima da'vat bo'lsa, ha, mana to'g'ri yo'l ma'lum, bizni yaratgan, parvardigan mandaq da'vat bo'lsa, biz demamdi deydi. Qur'onning yoki payg'ambarning yo'l yo'riqini desa, hozir uning bilan davlat qo'g'inolmaydi, millatni qutqazolmaydi deb millatni xato yo'l qiladi. Yuzlantiryapti. Xuddi uningki digini bilan ish bo'ladiganda, xuddi uning digini bilan vatan ozod bo'ldiganda, xuddi bizni boshqalar ozod qilib qo'yib, mana o'ttasi hojam deydiganga o'xshash. Bu nimaning ifodasi? Mushundaq tushunchalar kelib qolganlar. Qalbiningki o'lganlikning ifodasi emas. Uning avangardlikning ifodasi emas. Uning to'g'ri yo'lda boyg'anlikning ifodasi emas. Uning millatni qutulish yo'li boshlaydiganlikning ifodasi emas. Buni millatimiz aniq bilish lozim bu nuqtada. Qanday bo'lib, bu yerda Alloh bilan munosabat uzilgan, Alloh tuzkorlik qilgan, Allohning ko'rsatmalari ta'tu qaraydigan odam qanday bu millatni bugungi bu xorliqdan bu nimani qutqiza olsin? Mumkin emas. Belki tashviqat elib berish mumkin, belki yozish mumkin. Bu tarafidan agar tuzkorlik qilmay qolsa, ajrga savob berish mumkin. Lekin bu millatni qutqizgan ochqich iymon, sog'lom ruh, sog'lom iroda, sog'lom fikr. Bu bo'lmay turib, hali uningga yo'linib, hali buning yo'linib u ishni qilmaydi. U ikkinchi omil. Boshqa millatdan yordam edish, boshqa davlatdan foydalanish, agar strategiya siyosatlar to'g'ri bo'lib qolsa, u ikkinchi, birinchi omil ma xalq, ma millatning o'zi birlashib, hamkorlashib, o'rtaq nishon, o'rtaq o'zining dasturishi bu birinchi omil. Bu bo'lmay turib, boshqalarning o'rniga bizni o'qib qo'yib bo'lsa, shaxmat taxtisida o'ynaydi. Bir asrdan bo'lgan. Bu tarix bu. So'ng davlatlarimiz o'z vaqtida o'ynab keldi. Haqiqat bo'ysunmaslik deganga o'xshash, bu bir qanchalar sifatlar, bu o'lik qalbdagi sifatlar. Shu Qur'on Karim o'lik qalb haqida inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun.
Mana yuqori bizning bayon qilganimiz, ya'ni Qur'onda qalbi va odamlar nurg'ulg'an savoqlar, nurg'ulg'an darslar bor. Xo'sh. Qalbi va odam. Dunyoga inson namiz deyish mumkin. Mening yuragim bag'i so'qiyotdi, manchilik ketyapti deyish mumkin. O moddiy taraf maqsad emas, ma'naviy taraf maqsad. Chunki har qanday inson yuqori deganimizda qalb ega bo'lsa, moddiy jihatdan ega. Lekin ma'naviy jihatda sog'lom qalbga, jonliq qalbga, hayot qalb ega bo'lsa, bu nayt asli. Yani qalbini tirik tutgan, jonliq tutgan, o'zining nishon, g'oyasini belgilagan odamlar nurg'unlagan ibrat savoqlar va o'zini to'g'rilag'ini bu to'g'radi. Yani demakchi o'g'ini qalbning rolini joriy qildiradigan, qalbni haqiqat haqida izlanishga yuzlantiradigan va Allohning ko'rsatmasi bo'yicha yashab, bu dunyoda va oxirat natija qozonishga otlangan odamlar nurg'unlagan savoqlar va demakchi. Xo'sh. Unda o'g'ancha bu o'lik qalb bo'lib qolsa, buni qanday tirildirish mumkin deyish. Buni qisqa xulosaga vatida, birinchi qalbini paklashdan, ishdan bo'lish. Mayli bu siyosiy bo'lib ketsin bu kishi, mayli iqtisodshunos bo'lib ketsin, mayli professor bo'lsin, mayli doktor bo'lsin, qas kasb bo'lib qolsin, ishdan bo'lish, o'lik qalb tirilsin, muqaddimasi qalbni tirildirish lazım. Alloh bilan bo'lgan aloqani asliga keltirish, iymonni o'lik holatdan chiqarib, mana Alloh bir deyman va Muhammad alayhisalom payg'ambar bundan chiqarib, jonliq hayat chiqarish lazım. Yani fikirde, tasavvur, bütün nerede hizmet qilsin, osmonda hizmet qilsin, dengiz hizmet qilsin, hammasini ideyasini, islom ideyasini to'g'irlash lazım. Haqiqat yaxshilik bo'lib qolsa, bunga yuzlanish lazım. Qalbining o'y xiyollari xato bo'lgan bo'lsa, bunga yenish lazım. Bu o'lik qalbni tirildirishningki qisqacha yo'llar iborat. Xo'sh. Xo'sh, unda bo'lsa kesal qalb degan nima? Buni qilaydi. Haqiqatan yuqorida so'zlab o'tganimdek bir hadis var o deymiz mağazçılığı. Hatta şu birincisi Allah'ın şu ölük kalp bilen tirik kalplik insanın ki misalini keltirip algan. Allah'ını esleydiğen kişi bilen Allah'ını eslemeydiğen kişinin misali ölük bilen tiriknin misali okşaydı. Resulullah hadiste mesela bunu ölük tirik okşattı mesela. Meselul hayy vel meyyit yani. Uçuk ibarında ölük bilen tiriknin oruna. Demek Rabbimiz saklasın yani Allah'ını esleş diyen gap faqatla zikr emas, o elbette Allah'ını eslash. Her bir qilgan ishida yuqorida siz so'zlagandek Allohni ko'z oldiga keltirib turib, Robbining roziligini ish qiladigan mu'min amaliyotda haqiqiy Allohni eslaguvchi hamdi u. Xo'sh, endi kasal qalb masalasida qanday kishi? Kasal qalb cho'ng turda ikki bo'lindi. Birisi islomni inkor qiladigan, islom prinsiplarini rad qiladigan. Bu qalb bu birisi kasal, bu cho'ng kasal. Biz uning to'xtalmaymiz. Yani özü Müslüman durup, Müslümanlıkın dava qilib turib, İslam çekligen gap so'zlar, İslam çekligen hareketler, İslam zid qiladigan ideya, falsafalar va dunyo ko'z qarashlar cho'ngilab yurgan bu xil kasallik var. Biz bu kasalliklarga to'xtaymiz. En ko'p bo'lgan bizning munosabatga. Bu kafirlarning masalasida biz hisobini biz olmaymiz. Qiyomat kuni Alloh taolo o nima uchun kafir bo'lganligi to'g'risida hisobotini o'zi berdi. Xo'sh. Dinimiz xolsan musulmon bo'l, xolsan kafir bo'ldi. Yani musulmon turib davası durup kalbinin illetlerden, kesellerden kutulmagan, ya kutuluş uğrunmagan bu adamların ki görünüşleri ya ki işbahatları hakkında kısaca toxtalımız. Tepsilatı yani kitap. Kesel kalp birinci olup Allah'ın körsetmelerini köz gilmaydı, hürmetlemeydi. Kesellik idi. Bu doğrusu bizni yaratkan, pervergen bunda körsetmesi varsa o kaldı o değil. Mekke devri, Medine devri idi. Biz bugün 21. asır yaşayımız değil. Keselligi. İlahi ko'rsatmalar sağlam, aniq, ro'shan bo'lsin, buni amal qilmaydi. Bo'lmasa dinimiz o'rganmadimi? Oxir o'lgicha o'rganasan dedi dinimiz. Sen 30 yoshga vaqt o'qib to'xtab qoldingmi? 50 yoshga vaqt o'ylab ketish o'rgansan, chiqaradi, boshdan tortib oxir. Buni cheklamasi bo'lmagan ekan, oxircha o'qiysiz. Musulmonlar majbur. Xo'sh. Dunyoni tafakkur qilib, izdan sayr qildi. Osmonda nima bo'layotdi, osmon jismlarida buni qaradi. Tabiat dünyası nima ish bo'ladi, buni kuzatdi. Seni bu dunyoga bir nimaga vayron qilish uchun buzishni aytganmidi? Istamor, ya'ni gullantirish, taraqqiy qildirish, uyg'otishni aytganlik bu vazifani o'tadi. Qaysi bir insonningki qilmoqchi bo'lgan buyuk g'oyasiga islomning ko'rsatmalari na taqishibdi? Asli islomni tushunmaydi u. Islom tushungan bo'lsa, o'z turayotgan maqom bilan taxmi islomga, insoniyatga ko'p asas qo'shgan bo'ladi. Bugünkü Nobel mükafat alayotgan mayli tibobat sohasida olsun, mayli astronomiya sohasida olsun, boshqa sohasida bo'lib qolsin, insoniyatga foydali yetkazayotgan bu insonlar olqishlanamiz.
O kafir olamdı, o Hristiyan olamdı, Buddhist olamdı, onun işimiz yok. İnsan hessi qo'shganlik. Agar iymon bilan shu ishni qilgan bo'lsa, bu inson bu dunyoda oxiratda olqishga erishgan bo'ladi. Bu kasal qalb gunoh qilishdan g'am qilib qolmaydi. Ya'ni qandoq bo'lar? Qiyomat kuni vaqo vaqtida meni yaratgan zotning oldiga borgan chaqda mening ahvol qandoq bo'ladi deb endishim qilmay, kesib qilaver gunoh. Nima ishim deb. Balki gunoh qilib qolsa lazzat olur. Masalan, gunohdan maqsad g'aybat misol qalaydi. Yangilarek. Gunoh ko'pincha fohish bilan haraqni ketmay, g'aybat qilish, xiyonat qilish, qo'ymichilik qilish, saxtilik qilish, shuhratparastlik qilish, manmanchilik qilish, kibrlik qilish o'xshash bilan lazzat his qil. Manmandaq. Halbuki dinimiz insonlarning hammasi o'xshaydi. Sening asli manbaging tuproqsan. Çoğunçılık qilmadi. Yo'g'onchilik qilgan hech nima yo'q sening. Tuproqda yaratilding sen. Faqat seni ustin qildigan narsa bor. U o'g'on bo'lsa sening parvardigoring olib bo'lgan munosabatingning yaxshiligi. Uningdan boshqa sening puling yalmchoq ko'tardi. Biz qo'ygan o'lchamimiz shu. Mansibing, maqoming, unvoning ko'tardi. Faqat parvardigor bilan bo'lgan aloqang yaxshi bo'lib, shu yo'lda men ham shuni ko'rsatamiz, bo'yicha ish qilib o'tamiz, qilmayotamiz, mushning qilib bog'liqsan maqoming. Bu adamlar, bu qalbi kasal adamlar haqiqatni anglashni istiqil. Hem haq yo'ldagi odamlar bilan bir maydonda bir saf turishda xijillik his qildi yoki buni xohlamaydi istiqil. Xuddi qushlarning o'zining turini tanlaydi degan o'xshash, yaxshilar bilan fosiqlar, ozg'unlar bilan go'ralish. Bu odamlarning qalbi kasal odamlarning yaxshi bilan yomonlik o'lchimi yo'q. Ko'ryapmiz. Qanday turib bu yerda ba'zi deydiki 5 vaqt namoz o'qiydi. Halbuki islomga aniq zid qildigan ideyada hatto ba'zi tashkilotlarda bizning din bilan qarimiz yo'q. U erkinlik ayrim masala, din islom zodi la ikrah bid-din dedi. Vosita bilan qarimiz yo'q, yanimiz bilan e'tiqod qarimiz yo'q deydigan cho'glab yo'q. Qanday bir aqida bu? Qanday musulmonlarchilik bu? Bu bizda yaxshi yomon deydigan bir o'lcham yo'q. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bu halal haram deydigan bir o'lcham bor biz musulmonlikda. Buningga ega bo'lmay qolib qolsa tadrijiy bu insonlar ya'ni islomni ko'rsatmasdan chetnab qolsa nima yuz bo'lsa qalbi kundan kuniga kasallikka qarab maqdi. Bu kasal qalb yaxshi ish qaysi, yomon ish qaysi buni parvo qilmaydi. Buning kallasi kirib olgan bir ish bor, mush ishim aqsi bo'ldi. Yani mandacılık aytgan çağda Xitoydan qutulsa bor. Bu yaxshi bir cho'ng yaxshi. Lekin siz mushu gunoh qilib turib, Allohga gunoh qilib turib, endi xato ishni qilib turib, bugungi mushu xafalikdan qutulgan bo'ladimi? Biz bu qilmoqchi bo'lgan ishimizni, vatanning mustaqilligini, millatning hurligini, bu qarindoshlarimizning insondek hur, sharaf, podshoh sifatida yashashdan iborat bu xarakterni Alloh bilan qarshilashmay, dushmanlashmay, gunoh qilmay, oxiratda do'zax chiqqanmay turib, hep bağını bo'lib, hep bağını nima uchun unda qilmaymiz? Kallamizga bir xiyol bilan mandaq qilsak yaxshi. Bizga dunyomi lozim, vatan lozim, hurlik lozim. Ammo oxiratdami do'zaxda ko'ymaslik o'mi lozim. Chunki musulmon. Musulmonning tutgan yo'li shu. Bu ham musulmon deb turib, ta'tir yo'lini tutgan bo'lmaydi. Agar tutib qolib qolsak, nima ish yuz bersa, qalbimiz kundan kuniga ma'naviy jihatdan kasallashib, eng oxirgi bosqich berib qoldi, qalb kasalligi. Xo'sh. Bu kasal qalb ibodat qilib lazzat ola olmaydi. Namoz o'qish qachon tugar bu namoz deydi. Masalan, zakat berib qolib qolsa, asraq bersam bo'ldi yoki bu ishni uni buni qilib bilan yo'g'ivasam bo'ldi. Masalan, bir yana bir millatga ya xalqqa bir yaxshi qilib qo'yish bo'lib qolsa, mening nima ishim, menli qilamdi buni paloni tashkilot, paloni aqim qilmamdi deydi. Xuddi o'zi bu millatdan emas, xuddi o bir musulmon emas, xuddi mas'uliyati yo'qdek. O yaxshiligi turacak. Ya'ni gunoh kirib qolmay turib bir inson qilgan ishning hammasi dinimizda yaxshi ish, ibodat sanaladi. Ammo ba'zi insonlar borki, yaxshi qilib qolsa siqiladi. Lazzat ibodat qilib qolsa, lazzat ololmaydi. Alloh sirlisholmaydi. Bu ayrim bir mahorat. Ya'ni ayrim bir qalbning holati bu. O biz senin pulundan chiqdi, ya'ni biz kelmaydi bu narsa. Kambag'al olsun, gaday olsun, yani bizim olsan Allah'a tekrar yüzlengen vaqtida, to'g'ri yo'lga kirgan vaqtida oshqullikdan, ya'ni o'ngchi oshqullik va so'lchi oshqullikdan sog'lom holatda o qutulib, o'ngchi oshqullik sog'lom, so'ngchi oshqullik qutulib, sog'lom to'g'ri yo'lga, o'ttir yo'lga kirgan vaqtida
Enden bu sirdish bosqich kelgan. Bu inson namoz o'qib, Qur'on o'qib, lazzat qilib zikr. Zakat bergisi kelmaydi, xayr ihson qilgisi kelmaydi, yetimlarning besini siyligisi kelmaydi. Ma vatan millatning ahvoli uchun kollektiv holatda kuch chiqaringlar desa, beshini shik tiqib oladi. Xo'sh. Bu ham kasallikning ifodasi. Chunki u vatan millatni ozod qilish palani tashkilotning mas'uliyati emas. Ya'ni uningla emas. Ya'ni shu yerga tava bo'lgan, shu tuproq tava bo'lgan barliq Sharq Turkistonlikningki iymoniy majburiyat agar iymonlik da'vo qilgan bo'lsa, iymon da'vo qilamiz, musulmonlik da'vo qilamiz. Men millat da'vo qilamiz, millat nuqtasi majburiyat. İnsanlik da'vo qilamiz, insoniy nuqtadan majburiyat. Azroq vijdon bo'lgan bo'lsa, axloqiy nuqtadan majburiyat. Hech qaysi tarafdan bu mas'uliyatdan qochib qutulmaydi. To'g'ri. Demak, bu kasal qalb iymon bilan gunoh ishlarni tang etmaydigan qalb. Ya'ni uning iymon bo'lsa iymon, chunki shahodat kalimasi bor. Ya namoz o'qiydi yoki boshqa yaxshilik qil. Lekin gunoh bil. Ya'ni demakchi o'nim, bular iymonning urug'i bor. Shahodat kalimasini aytdi. Lekin shuning bilan birlikda bu iymonning taqozosi ko'rsatmasdan g'olib kelgan bir illatlar bor. Masalan, kibr, masalan hasadxo'rlik, masalan shuhratparastlik, masalan manmanchilik, masalan ustunlik talashish, yoki munofiqlik, yoki sotqinlik, yoki bixillik deganga o'xshash necha illat iymonning taqozzosidan ustun kelib ketgan illat mavjud. Xulosalag'an vaqtida bu kasal qalbning sifatlari qanday bo'lsa, haqiqatdan ezib ketish. Haqiqat tarafda turmaslik. Afsus, bugun kunlik ba'zi bir qarindoshlarimiz borki, bu qanday desa, misol olsak, bir ishni qilishni ilgari u ishning to'g'ri xatoligini so'ramay turib, ish tutgan vaqt so'raydi. Bilgan bo'lsa yaxshi bir so'ra. O'qigan bo'lsa yoki shu orqa qilamiz. Masalan, 20-30 million dollarni xato harom savdoni qilib, cho'ng bozorda altın savdosini qilib, ya altın savdosimi dollar savdosi, bilim savdosi bilan altın savdosi emas. Bu yo'q deb aytdi, qo'ymacha qo'yadi. Haqiqat emasmi? 1 million shuning ichidagi ashula 10 ming dollardan pul chiqarib, ash odamlar Uyg'urlar markazlashgan Zaytunburun Safako'yda katta bir markazdan birini qurib, bolalar bilan ma'arif yuzlantirish mablag' e'lonlansa, hech qaysi bag'in olmaydi. Ish tutgan vaqtida mush to'g'rimi xatomi deydi. Afsuski dinimiz fasalu ahlal zikr in kuntum bir ish qadam bosishga musulmon siyosat qilsin, iqtisod bilan shug'ullansin, paychaka o'ynasin, ya paychaka qilsin deb o'ynasin emas. Biraz yazsin, so'zlisi ish qilishga ilgari mening qilmoqchi bo'lgan, yozmoqchi bo'lgan, demoqchi bo'lganim aqidamga uyg'un emas, buni so'rash lozim. Buni iymonidan so'rash lozim, qalbidan so'rash lozim, vijdondan so'rash lozim. Agar bilinmay qolib qolsa, buni gizitchildan, muxbirildan, ya'ni bizga vaizlardan emas, buni haqiqiy dinimiz buyurgan o'xshash ahlet fikri, bildiğin kesbi alimlardan so'rab o'rganish lazım. Yo'l mana shu, hidoyatning yo'limiz shu. Buni ko'rsatgani galastuk, ya'ni unvon, ya'ni bir narsa emas, yoki vaizlik emas, millatni bugun qaymoqtirayotgan emas. Bilsang da, bilmay qolib qolsang og'zingni jum, vaizlik qilma. Bugun millatni qaymoqtirayotgan illatmish. O'zingni bil, men arifa deydigan bir gap. O'zingning haddini bil. Qadrini bil. Chunki inson bir ish fatvo bersa, javob bersa, yo'q men bunda qilib oldim emas. Har bir ishdan qiyomatga ya savob olamiz, yoki o ishningga hisobini beramiz. To'g'ri qilgan bo'lsa savob olamiz, to'g'ri qilmay, ozdugan bo'lsa, xato yo'lga boshlagan bo'lsa, bizning vaizligimiz bizni jahannamga boshlaydi. Shuni charchaq qilib olmaysiz. Ya'ni bu yer demakchi uni mushning o'xshash, yana xato yo'l kirayotgan yoki kirib qolmoqchi bo'lgan qarindoshlarimiz o'zi qilgan ishning islomga uyg'un yoki uyg'un emasligi. Ya'ni bu degan faqatla bu namoz masalasi tugamaydi islom. Biz necha vaqtimiz to'xtalayotganda. Islom bir butun hayot falsafasi, hayot tuzumidir. Hayot tasavvuri, yoki dunyoga qarshi. Mush ko'z qarash, tasavvur mushning uyg'unmi, uyg'un emasmi bir tashkilot kirmoqchi birisi. Islomga uyg'un ish qiladi ma'vola yoki insonni zalolatga ozg'unlikqa boshlanadi. Buni so'rash lozim. Ismining chiroyliligi bilan dunyoviy ismini qo'yganligi bilan kendi maqsad bo'lmaydi. Mesela milletni bölediğin, parçalaydigan, yurtvazlık, yanım bir illetli olup kalsın, bundan kurtulup çıkıp yetiş lazım. Millet payda kelmeydi, bölediğin işten payda kelmeydi. Birleştirdiğin işten kelirdi. Bu birleştiriş nemeden bol, işten beşe puldan bulmaydı. Bilim ma'rifatdan bo'ladi. Ikkinchi bo'lib hikmat, siyoset, uchinchi bo'lib puldan bo'ladi. Ammo afsuski bugun kunlikda pul sohiblari, ba'zanlari bu millatni uni qilamiz, buni qilamiz, qaymoqtirish yo'lini tutadi.
Bu ahli zikrning qatori emas bu. Bu ag'ishib ish qilganning misli. Qatoridagi odamlar. Xo'sh, yana g'aflat bas, kasal qalbning sifatlari g'aflat basish. Haqiqatdan g'ofil qilish, to'g'ri yo'ldan g'ofil qilish, qalbining qorong'ulashib ketishi. Ya'ni Allohni bir eslashga vaqt chiqarolmaslik, o'zining xatoliklaridan o'zidan bir hisob ololmaslik deganga o'xshash. Yoki shuhratparastlik kirib ketish, yoki chechilang'uliq, hamkorlasholmaslik qarindoshlar bilan bir o'rtaq nuqtadir. U kichik masala, u ayrim masala, hammadan o'zining yo'lida emas, kichik masala. Lekin cho'ng masala bor. Masalan, iymon masalasida, misol aytsak, musulmonlik da'vo qilsak, iymonning arkonlarida, asoslarda hammamiz bosh ustiga. İxtilof bormi? İxtilof bilan talash tartish bormi? Kelishmaydigan ish emas? Yo'q. İbadetning asoslari kelishmaydigan yerimiz bormi? Yo'q. Axloqning go'zalligi yoki nacharligi kelishmaydigan yerimiz bormi? Yaxshi axloq. Yomon. Dinimiz aniq ko'rsatgan bo'yicha. Uning qo'shimcha aqlni qo'shsaqmi? Aqlni yaxshi deydi, yomon deydiganini qo'shsaqmiz. Lekin aniq nas hujjat bilan axloqning asosini dinimiz ko'rsatmaydi. Şunun o'xshash mayli siyosiy maydon, boshqa maydonda bo'lib qolsin. Buni bu shu qoidaga solish lazım. Ya'ni asosiy ishlarni o'rtaqlik, tarmoq ishlar hammasi o'zininki ko'chisida, o'zining yo'lida mas'ul bo'laverdi. Ammo u ishmi bo'lmagan bo'lsa, meni ko'rsatilsa, bu chechilang'ulikning bog'ligi, qarindoshlar hamkorlasholmaslikning mavjud ekanligi, so'z bilan ish harakatniki birdek bo'lmasligi bu alomatlarni ko'rsatib qo'ydi. Bu nimning ifoda yig'inchoqligi vaqtida esa bu qalbniki, kasallikniki alomatlari. Endi bu turdagi qalb bo'lib qolsa, buni poklash uchun qanday qilish lozim? Birinchi qilib Allohning ko'rsatmasiga bosh ustiga deyish lozim. Ya'ni Qur'on, sunnat aniq, to'g'ri dalil bo'lgan bo'lsa, dinimiz biz takror dedik. Aqida masalasi tafsili bayon qil. Ibodat masalasi tafsili, axloq masalasi tafsili. Bu u ham hech kim o'ynasholmaydi. Ya'ni hech kim u ham tortolmaydi. Ama undan başka siyasi meselelerde bunun asas ana ramkasını bayan qilib tarmoqlarni sizlar jahonninki, zamonninki aqshiq göre, sharoitlar göre ishinglarni hal qilinib qo'yibdi. Bunun kangirchilik bor. İctimai ishlami shunga o'xshash, iqtisodiy ishlami shunga o'xshash. Asas ana ramkasi va buning rioya qilsa qolgan ishlar chiqmaydi. Ammo uning ana ramkasida mal qilib kelsa yoki prinsiplar qilib kelsa, u vaqtda biz mescid kirganimiz bilan, mescid kirgancha musulmon iqtisod siyosat chiqqan vaqtda ya almaniy bo'lamiz yoki yanimishim bo'lib tukishimiz. Musulmon bo'lsak, samimiy bo'laylik har bir soat. Siyosat qilaylik, dunyoni tushunaylik, dushmanimizni tushunaylik, dunyodan foydalanishni, Xitoydan boshqa har qanday bir odamlarning foydalanishini bilaylik o'zining yo'l. Lekin aqidamizni zidlashtirmagan asos. Iymonimizga uni zidlashtirmagan, qimmat qarashimizni zidlashtirmagan. Qiyg'in bo'lamiz, qiyg'in bo'ldi. Ammo afsuski bugungi kunlikda ba'zilar qimmat qarashimiz bilan, ya'ni aqidamiz bilan, yoki islom ko'z qarashimiz bilan siyosiy harakat yoki siyosiy kurash yoki siyosiy jihatni so'qashtirish urinayotgan ahvollar mavjud. Buning tegi ko'rinishi qarsak, birisi Xitoyning istixborotini o'yini, yana birisi almanizm deydigan yoki sekularizm deydigan bir ideyaning ta'siriga uchragan iqlimlarningki faoliyati. Buni xalqimiz bu nuqtada alayda ogoh bo'lish lozim. Kim shu artos kendiga ketaversa, oxiratlikini o'ylab qo'yish lozim işte. Yana buning dalil qilish uchun Allohga bo'lgan sevgi muhabbatini oshirish, har qanday ishni qilib qolsa, Alloh uchun qilish, Allohning roziligi uchun qilish, maxluqlarga yoki maxluqlarning qilgan narsalarga intilmaslik qatorliqlar deb qolgan tafsilotni kitobda bor. Unda qetib ketgan qalb degandimi to'xtalaylik. Biz bunun dastlab sababini bayon qilsak, tafsilot biroz uzun bo'lsa sababidan. Bu qalbning qetib ketish sababi biz haqiqatni inkor qilish. Ya'ni qanday narsa haqiqat deymiz? Aqliy taraf qarasak, aqliy jihatdan keskin bo'lgan hukm bu haqiqat bu. Masalan, takrar tajribadan o'tgan deydi. Bu haqiqat. Buni inkor qilsa, bu qetib ketganlik bo'ldi, aqliy taraf. Ammo naqliy tarafdan Qur'on, sunnatda aniq, ro'shan kelgan ifodasi aniq bo'lgan keskin hujjat dalillarni inkor qilish, bu haqiqatni inkor qilish bu. Allohning ko'rsatmalarini mansitmaslik, musulmonlik majburini unutib qilish. Hozir bugungi kunda binasizlar arablar buni qilmay, yoki arab tutib tursin, 1 milliard musulmonlar buni qilmaydi.
Acaba biz 20 milyon, yani 30 milyon değil, 40 milyon da talaş kirmey, buna 30 milyon deb turaydi. 30 milyon Şarq Türkistonlik ozmi az emas, 1 milliard Xitoyga nisbatan az emas. Ba'zan 1,5 milliard ish qilgan odamni iymon bo'lib qolsin, qiyg'ini bo'ladi. Iymon kuch kelib qolsin, har qanday kuchning oldida turadi. Agar iymon kuchi bilan birlashadigan, qarindoshlik ro'y bilan bo'lgan, prinsip birligi bo'lgan bo'lib qolsa, qiyg'ini. Tarix bunga shohid. Tarixdimi unchalar sanjiq yo'q, nechilagan davlatlar qurilgan. Xo'sh. Madaniyatlar barliq kelgan. Buning asosi bir ruh va ideya ruh. Yani qiyg'in bo'lamiz, qiyg'in bo'l. Ama bugungi mas'uliyat o'zimizdan musulmonlik majbur unutib qolib, davomli nima bosh qildi izlaydigan. İlletni bosh qildi. Bu illatdan qutulish lazım. Dastlab o'zimizni izlash lazım. O'zimizni tekshirish lazım. O'zimizni dezinfek qilish lazım. Munofiqlik qilish qalb ketishning sabablari, adolatsizlik qilish, zulm qilish, insofsizlik qilish, boshqalarni bo'za qilish degan qo'shiq bu hammasi bu qalbninki qetib ketish alomatlarimiz. Qur'on Karim bu vaqt bir oyat misol bayon qilsa, Qur'on Karimda alam yani lillazina amanu an takhsha qulubuhum zikrillah. İman davasida bo'lsa, iymon aytgan bo'lsanglar, bu yerda Allohni tilganligiga bo'ladi. Allohning ism sifatlarini bo'ladi. Qur'on Karim Allohning so'zi, kalomi bo'lgan Qur'on tilganligiga bo'ladi, qalb yemishadigan bir holat bormi yo'q. Mushuni qarasang, demak bu yerda Allohning ismi, Allohning so'zi, Allohning buyrug'i bor yerda bosh ustiga deb yemishsa bu qalb yumshoq qalb bo'ladi. Agar uni nima ko'rim desa yoki uni nima parvoyim desa yoki ko'z kelmasa yoki sal qarasa nima bo'ldi bu yerda? Qalbi ketib ketgan bo'ldi. Bu turda qalbni paklash uchun buni to'xtamay haqiqatni eslatish lozim. Vaziyat qilib turish lozim. Ibrat edishga tashabbus qilish lozim. Lekin ba'zi bir insonlar uzun mazgil qalbi ketib ketgan bo'lg'achqa, o'zi yashgan muhitdan ta'sirlangan bo'lg'achqa, asli o'zining aqidasi dunyo qarishidan xoli holatda, xato ko'z qarashlardan yoki xato bir narsani o'qishlar ta'sirlangan bo'lsa, bu insonlar oldirab qalbi yumshamasligi mumkin. Bu insonlarning qalbiga yumshash uchun buni oxirat hayotini eslatish lozim. Yani bu dünya bizga nisbatan bir vaqtlik hayat. To'g'ri, bu yer g'oyiba, nishon bor. Oxiratga bizningki üzülmez. Yani oxirat chiqmas. Yani mangulik bo'lgan ya jannatga yoki do'zaxga kirishimizni belgilaydigan o'rin bizning qisqa umrdagi faoliyatimiz, harakatimiz. Xo'sh. Bu asas bizning oxiratda ya jannatga boshlaydi yoki do'zaxga boshlaydi. Çünkü bu yerda qilayotgan ishlarimiz haqida bu oxirat hayotini eslash lozim. Yoki bo'lmagan bo'lsa bu insonlarga qalbini yumish uchun yoki qalbini yumish uchun bir ig'ir sinoqqa duch kelmasa, bir musibat duch kelmasa, qalbi yumishmasligi mumkin. Uzun mazgil qetib ketgan qalbni ig'ir bir sinoq, ig'ir bir zarba, ig'ir bir musibat bu Kallasını silkip silkish mumkin. To'g'ri yo'l qaytishga sabab yo'lda. Xo'sh, endi yuqoridagilarning amaliyotda shu yuqorida so'zlanganlardagi uylik qalb bilan bo'lsin, kasal qalb, qaytib ketgan qalb, bularning hammasininki alomatlarini so'zildik mina bo'lsa. Chataq chiqadiganligini. Aslida dal shuning aksini, shu yerda so'zlangan yoki bo'lmasa shuni o'ngshashning yo'llari yoki dal shuning aksini qilsa, sog'lom qalbga ega bo'lgan kishilardan bo'lamiz. Shunday olsun programmamizning vaqtini to'shib qoldi. Oxiridagi sog'lom qalb haqida qisqa bir shaklda tushuntirib o'tgan bo'lsak. Sog'lom qalbga ega bo'lgan insonlar, er olsun, ayol olsun, cho'ng olsun, kichik olsun, maqomi, unvoni nim bo'lishiga nazar. Bular Allohning ko'rsatmalariga rozilik bilan, xursandlik bilan bo'ysunadi. Xo'sh. Yani aniq hujjat bo'lib qolsa, qanday maqom bo'lib qolsin, bosh ustiga deydi. Bu qalbi sog'lom bo'lgan odam. Ve Allah'ın ko'rsatmalarini sustlik bilan qabul qilmaydi. Xo'sh yoqmaslik bilan emas, balki xuzu bi quvva degan qo'shiq jonliq shaklda bosh ustiga deb harbiy tuzum bilan qabul qildi. Qalbi sog'lom bo'lgan. Huzur bilan, muhabbat. Huzur bilan, muhabbat bilan, keskinlik bilan, maydoniylik bu odamlar. Ma odamni qabulab qolamiki, tashkilotga qabulab qolamiki, oqsoqol qilmaydi. İslamda aniq ro'shan hujjat bo'lib qolsa, maydoni aniq bo'lniki. Xo'sh. Ya o'ng'i ya so'lg'unda lag'aylab yurmaydi. Keskin bu odamning edi. Bu sog'lom qalb egalari odamning Alloh bo'lgan sevgisi yuqori bo'ladi. Qarindoshlariga bo'lgan sevgisi, mehribonligi, shafqati davom bo'ladi, yoki davomlashadi. Bu odamlar Allohdan qo'rqadi. Alloh buyurgan ishlarni
shakilvozlik bilan emas, balki ibodat deb qo'ydi. Ammo afsuski bugungi kunlikda bizning ko'plagan ishlarimiz shaklga ya shakilvozlikqa odatga aylanib qoldi. Uni namozini o'qib kelding. Yoki jamoatdan qilib qolma, yoki sabtdan qilib qolma. Ya unda ish yo'q. Ya'ni har bir ishni ibodat ma'manga buyurilgan bir taklif, mas'uliyat deb qarasa endi sog'lom qalb bo'l. Shu Alloh taolo sog'lom qalbni qanday bo'lganini tasvirlab, "Yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atallaha biqalbin salim." Bu dunyodan xo'shlashgan vaqtinglarda hisob kitob maydoniga kelgan chog'da pulning ko'pligi oqmaydi. Xo'sh. Atrofingdagi lashkarninki ya murtning ko'pligi oqmaydi. Uni qo'yib tursak, balchaqanglarning ko'pligi ya unumalaringni oqmaydi. Birdan bir oqadigan narsa qalbi salim. Qalbinglar sizning pokmi, pok emasmi? Ya'ni islom mezonida, Qur'on, sunnat mezonida boshqa mezonni tutmasin. Ko'tardi. Qur'on, sunnat mezoni qalbingiz pokmi, pok emasmi? Mishagil qilin. Shu vaqtida esqatilganimiz shu. Pok bo'lib qolsa, o'z hisob kitobda o'tilganiga pok bo'lmay qolib qolsa, uni bedelini to'laydigan gibi. Demak, insonning nijot topish uchun bu dunyoda olsun, oxiratda bo'lib qolsa, onunki qalbininki sog'lom bo'lishi shart. Eng az o'g'a vaqtida. Bunun asasen deymizki, dunyoda qalbini isloh qila olgan inson oxiratni natija qozonadi. Ammo qalbini hasaddan, kibrdan, cho'ngchilikdan, manmanchilikdan, shuhratparastlikdan, mansabparastlikdan, yani jimichilikdan poklanmagan bu insonlar dunyo tozalaolmay qolib qolsa, oxiratda bu insonlar natija qozonmaydi. Nima uchun? Chunki qalb Alloh nazar tashlargan o'rin. Yuqorida. İnsanlar jismi qaramaydi, mol mulki qaramaydi, bolalarning ko'pligiga, kendiki lashkarlarning sonlarining ko'pligiga qaramaydi. Qalbiga qaraydi, qalbining holatiga. Shunga bu qalbi pok inson Alloh tarafdan kelgan har qanday ko'rsatmani, mayli buyurgan bo'lsa, to'sqan bo'lsin, uni qalbimning to'g'risi, qalbimningki davosi deb qarash lozim. İman davası yani sağlam bo'lgan bo'lsa, samimiy bo'lgan bo'lsa. Xo'sh. Agar unda bo'lmay qolib qolsa, Allohning ko'rsatmalari uni sal qaraydigan, parvo qilmaydigan, ko'z qilmaydigan, o jahon ko'tarmaydi, yo sharoitimizdan bo'ladigan deb o'zining ruhiy holati buzilib, psixik buzilib, nima karimsa, o nimaning alomati qalbiningki yuqori degandek sog'lomlik emas, balki kasallikning alomati hisoblanadi. Bu qalb birinchi bo'lib Allohning ism sifatlarini sog'lom to'niga oladi. Ishning beshimishidan boshlanadi. Dastlabda beslanadi. Bunun uzun vaqt ketmaydi. Bir ishga inson harakat qilsa, izlansa, Allohning sifatlarini to'nash imkoniyatiga erishadi. Allohning ko'rsatmasi bo'ysunsa, amal qilsa, butun kuchi bilan shuni ijro qilish urinsa, bu qalb sog'lom yo'lga qadam bosgan bo'ladi inshaalloh. Endi insonning qalbi sog'lom bo'lsa, mayli Qur'on o'qisin, mayli islomning prinsiplari haqida tadqiqot olib borsin yoki izlansin, uningdan zirkib qolmaydi. Qur'on o'qigisi kelmasligi bizsiniki, yoki islomning prinsiplari haqida izlanmasligi, yoki Allohning ko'rsatmalari haqida o'ylanmasligi. Nimaning belgisiz qalbiningki ketib ketganlikninki, qalbiningki kasal holat qadam qo'yganlikning ifodasi. Xo'sh. Qalb sog'lom bo'lgancha ibodat qilsa, o lazzatni his qiladi, halovatni his qiladi. Hadis deyilganda. Xursandlik his qiladi. İştahat ishlar bir ishlar, ya'ni birisiga yordam qiladi. Masalan, bir o'quvchining maktab pulini to'layadi birisi, deydi, to'layapti bir yillik $500, $1000. Hanim biz bir savop ishni qildim deb xursandlik his qildi. Bir boytaqning qiyinchilik bo'lgan o'ylab qo'ydi. Bir o'quvchini o'zining imkoniyati bo'lib qolsa, 4 yilda bo'lib qolsa, masalan, $4000 ketadi deb farza, bir tijoratchi boshdan oxir o'qib qo'yib, mushu bir millatga men o'qish kirmabdiman, balamni tuzib o'qidi yo o'qimadi, ma'u zirak o'quvchi ekan, buni o'qitib qo'yay, sog'lom ideya, sog'lom ong bilan sog'lom aql o'qib millatga xizmat qilsin desa, buning savobi uzilmas. Savob berishni emas. Ya'ni xursandlik his qildi buni. O'zining ham majburiyati, iymoniy nuqtadan majburiyati, ham savobniki yo'li. Bu bir misol. Bu savobniki yo'llar chiq. Ammo qisqa muddatli savob bilan uzun muddatli savobni o'ylab qilish u ayrim bir masala. Sağlam qalbning xarakterining birisi yoki alomatining birisi o tavbaga oldiradi. Har zaman. Ömrning oxirida emas, yoki haftaning oxirida damagan kunda emas. Har kuni bugun qilgan ishimda nima ish to'g'ri bo'ldi, nima ish xato bo'ldi, o'z-o'zidan hisob qilish kerak. 5 minut vaqtdan chiqarsa, 10 minut vaqtdan chiqarsa, 24 soat ish hisob kitob tugay. Bugun to'g'ri qilgan ishim o, xato qilgan ishda hadis saqlanish lozim deb ibrat oladi. Allohni eslashdan, zikrlardan o yaltaymaydi. İbadet qilishdan herib qolmaydi. Ajab tugamaydigan namoz ekan demaymiz. Davomli uchun Alloh bilan bog'laydigan ma'naviy bir bekat o'g'anlik uchun ruhiy aloqa shubasi o'g'ilcha hargiz zirikmaydi, balki lazzat his qiladi.
Nava birer işten, yaxşı işten biz qo'ldan ketib qolsa, aşı adam qila oladigan ishdan biz qilolmay qolib ichib pishib. Ajab shu yaxshini men qilolmadim dedi. To'g'ri. Qalbi sog'lom odam bo'lsa, qalbi kasal bo'lib qolsa nima karim dedi. Bu qalbi sog'lom odamlar ibodatga, itoat xarakterli kishilarga va yaxshi fazilat kishilar bo'lgan uning yarishmanligi suv bilan havoga yoki yemek-ichmak bilan suvga o'xshash shu qadar ahamiyatga ega. Yani huzur erishda, lazzat erishda, yemek-ichmak qanday huzur olgan bo'lsa, yaxshi bu odam shunday huzur oladi. Misol olsak, namoz kirib kelsa, dunyoning g'amini unutadi. Shunga deymizki, qarindoshimizga bir odamda iymon mustahkam bo'lsa, bugungi insonlarning psixikasini bo'lgan bu holatlardan yani sog'lom, tog'dek tik turadi. İmanı müstahkem olsa. Tamam. Çünkü bu insanı tutup durgan narsa onun cismininki güçlülüğü yanı bir şey emez. Her güçlü adamlar var, psixikası bozulgan. Bu psixikini sağlam tutup durgan, qo'llaydigan narsa Xitoyda mı güçlü olgan, dünyanın en çok güçlü olgan yaratquchiga bağlangan vaqtida bu psixik hücumların hammasiga taqobil to'g'ini ham uning yo'lini topqini bo'ladi. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Şeyde ahırlaştırsak. Qadrli ko'rmalarimiz, shuna qilib programmamiz degan 78-sonimiz müşahada ahırlaşgan bo'ldi. Anlab o'tdik qadrli qarindoshlar. Haqiqatan bu kitobdan yana tavsiya qilamiz. Rabbimizning oldida birdan-bir chiqish yo'li, Rabbimizning oldiga yuzimiz yo'riq berishning yo'li. Bu dunyoda to'g'ri, sog'lom qalb ustida yashashninki qanchalik muhim ekanligini mencha hali Raus tushundik deb qarayman. Shunga nurg'unlagan yoshlarimiz bo'lsin, ko'rmalarimiz bo'lsin, oxirida sog'lom qalbga erishishning yo'lini deb shu Allohni tunish dedi. Yani Rabbimizni tunigan vaqtida boshqa butun uning buyruqlari, farmonlari, cheklimlari hammasi bizga nihoyat oson tuyuldi hamda. Ham bizga quvvatga vaqtimizda lazzat berdi. Bugungi Müslümanlar İslam dünyasındaki musibatning eng cho'ng nima desa, Allohni tunish kamchil, uning nurg'un buyruq cheklimlarini hamma odamdan so'rasangiz bu halol, bu harom deb biladi, ammo lekin bilib turib nurg'unlarni qildigan gap. Bu Rabbimizning tunish tushunchasi ro'shan bo'lmag'achqa, uning nazarida, uning qalbida Allohning haybati, Allohning ulug'ligi qancha cho'ng bo'lsa bir kishida shuningga ko'ra hayotda yashaydigan gapimda. Bu Rabbimizning tunishqa butun koinotdagi atrofimizdagi har narsa bizni Rabbimizga elib bordi aslida. Bir qalam chog'liq, bir o'chirgich chog'liq bir narsaniki yasug'uchisiz, shuni bir ijod qilg'uchisiz, shuni yasug'uchisiz mavjud bo'lmaydiganligini har bir aql egasi biladi. Atrofimiz qarab boqayli, butun o'zimizning jismiga qarab boqayli. Shunchalik qudratli bir yaratquchininki u acaba bizden so'ramasmi, uningga loyiq yashashimizni talab qilmasmi, uningga ibodat qilishimizga loyiq emasmi deb insonni osmon zimindagi butun narsalar o'ylansak, 5 minut o'tirib tafakkur qilsak, bizni Rabbimizga ixtiyorsiz holatda elib boradigan narsa bu. Ondan bizning izlanishimizga, qo'limizga kitob ilishimizga, men Rabbimni tunuvchi deb mayli qaysi sohada ishlayotganlar bo'lsin, xizmat qilayotganlar bo'lsin, nima qilayotganlar bo'lsa, insonning shuna bir osmon qarab, atrofiga qarab bir tafakkur qilib o'ylanish insonni uyg'otishga eng turtkilik rol o'ynaydigan narsa. Buni o'ylayli, tafakkur qilayli. Mansibimiz, jamiyatdagi o'rnimiz qancha kuchli. Atrof afsus qaraymizki, jamiyat nurg'un kuchli o'rinlar turayotgan, iqtisodiyatni hamma jihatdan yaxshi, ammo Allohdan yiroq insonlarni ko'rsiz, uchirtisiz. Nurg'un unvonliq bilimdorlarni ko'rsiz, Allohdan yiroq. Onun dini hayatı, manevi hayatı qupquruq ekanligini ko'rasiz. Nima uchun acaba shular shundoq muhim sohalar ishlab turib, Rabbini nima uchun o'ylayolmaydi? Millat ular o'ylagan bo'lsa, siz bizdan necha hassa, chunki davomli shu tadqiqotni ochib turayotganlar, Rabbini bu shuncha vola bo'layotgan Allohning yaratgan maxluqotlarini tadqiq qildi endi shular. Shular azroq o'ylayolgan bo'lsa, teximmak Allohga taqvodor, Allohni bildigan zotlar bo'lib ketadi. Tafakkur qilmaganlikdan, kundalik hayoti normal ishtaklan bilinib ketganlikdan, bunun keyindagi qudratli bir kuchni tasavvur qilmaganlikdan g'aflat uyqusi ketaveradigan gap. Oxir qarasangiz 4 kunda go'rga yaqinlashgan shu g'aflat ichida o'tib ketadigan gap.
Shuning uchun o'ylanish, tafakkur qilish, Rabbimizni tunish bizning butun yo'llarimizda ochilgan oldimizdagi yo'llarni dag'dam yo'lni ochib, Rabbimizga bizni yaqinlashtirishga sabab bo'lgan birdan-bir yo'l. Bunu Rabbimiz hammamizga nasib qilsin. Nurg'un xatoliklarimiz va kamchiliklarimiz va kechirishini Rabbimizdan tuvanlik bilan so'raymiz. Tuvanchilik bilan. Oldimizdagi sonda Rabbim ömür bahsi ko'rishguncha aman bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.